Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun 19-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. To'rt'o't burchakning yuzi 223,2 sm kvadratga teng, asosi 12 sm bo'ladigan bo'lsa, shu to'rt'o't burchakning perimetrini topishimiz kerak. Dastlab perimetrni topish uchun ikkinchi tomonini topishimiz kerak. Buning uchun yuzasini bir tomoniga bo'lamiz. Ya'ni 223,2 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 18,6 chiqadi. Endi perimetrni topmoqchi bo'lsak, 12 ga, ya'ni asosiga 18,6 ikkinchi tomonini qo'shamiz va 2 ga ko'paytirsak 61,2 hosil bo'ladi. To'g'ri javob B. Ikkinchi savol. Diametri 12 ga teng bo'lgan aylanani ham sirtining yuzasini ham uzunligini topishimiz kerak. Demak, diametr 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, radius 6 ga teng bo'ladi, chunki diametrning yarmi radiusga teng. Endi aylanani uzunligini formulasi 2πr, doiraning yuzini formulasi esa s barobar πr kvadrat. Ya'ni radius 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yuzasi 36π bo'ladi, uzunligi 12π bo'ladi. Endi yuzasi uzunligidan necha marta katta deyapti. Ya'ni 36π ni 12π ga bo'ladigan bo'lsa, 3 bo'ladi. To'g'ri javob C. Uchinchi savol. 3 ta nuqtaning koordinatasi berilgan: A nuqta, B nuqta, C nuqta. AC kesmani uzunligini topishimiz kerak va AB kesmani uzunligini topishimiz kerak. Buning uchun AC ni topish uchun C nuqtaning koordinatasidan A nuqtaning koordinatasi ayriladi. Ya'ni 5,7 dan 6 ayrilgan 2,7 dan 5. Ayiradigan bo'lsak 3,7 dan 1 chiqadi. Endi AB ning uzunligini topmoqchi bo'lsak, B nuqtaning koordinatasidan A nuqtaning koordinatasini ayiramiz. Ya'ni 3,14 dan 6 dan ayiramiz 2,7 dan 5 ni. Natija 10 taqsim 14 ga teng bo'ladi. Endi AC AB dan necha marta katta deyapti. Ya'ni AC ning uzunligini AB ga bo'lishimiz kerak. 3,7 dan 1 ni bo'lamiz 10 taqsim 14 ga. Noto'g'ri kasr qilib bo'ladigan bo'lsak, natija 4,4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. To'rtinchi savol. 4 ta ketma-ket juft sonlar yig'indisi 420 ga teng deyapti. Bilamizki, juft sonlar ikkita oshib boradi. Shuning uchun birinchisini n harf bilan belgilaydigan bo'lsak, keyingisi ikkita ko'proq, ya'ni n+2, keyingisi n+4, keyingisi n+6 bo'ladi. Bularning yig'indisi 420 ga teng. Tenglamani soddalashtirib yechadigan bo'lsak, 4n teng 408 ga, n teng 102 ga. Demak, eng kichkinasi 102, keyingisi 104, keyingisi 106, keyingisi esa 108 bo'ladi. Bizga aytishi eng kattasini 3 dan 1 qismini toping deyapti. Demak, eng kattasi 108, uni 3 dan 1 qismini topish uchun 3 ga bo'lamiz, 36 bo'ladi. To'g'ri javob B. Beshinchi savol. Tomonlari 8 detsimetr, 10 detsimetr, 16 detsimetr bo'lgan to'g'ri burchakli parallelped bor. O'shani qirrasining uzunligi 4 sm bo'lgan kichik kupchalarga bo'lib chiqildi. Dastlab har bir tomonini 4 sm ga bo'lib chiqamiz, chunki har bir tomoni 4 sm lik kesmalarga ajratiladi. 8 detsimetrni 4 sm ga bo'lsak 20 ta bo'ladi, ya'ni 20 ta bo'lak hosil bo'ladi. 10 detsimetrni 4 sm ga bo'lsak 25 ta paydo bo'ladi, chunki 10 detsimetr deganimiz 100 sm ga teng, 4 ga bo'lsak 25 bo'ladi. 16 detsimetrni 4 sm ga bo'ladigan bo'lsak 40 ta. Endi bularni ko'paytiramiz, 20, 25, 40. Ya'ni 20 mingta. Demak, o'sha parallelpedni tomoni 4 sm bo'lgan kubga ajratsak, 20 mingta bo'lak hosil bo'ladi. Ya'ni 20 mingta kichkina kubcha. Endi o'shalar bir qator qilib terildi, uzunligi qancha bo'ladi deyapti. Demak, 20 mingta kubchani har bir tomonining uzunligi 4 sm. 4 ga ko'paytirsak 80 ming sm bo'ladi. Metrga aylantirish uchun 100 ga bo'ladigan bo'lsak 800 metr bo'ladi. To'g'ri javob A. 6-savol. Bitta ishchi bir ishni 8 soatda, ikkinchisi esa 12 soatda bajaradigan bo'lsa, ikkalasi birgalikda necha soatda bajaradi deyapti. Demak, 1 taqsim 8, 1 taqsim 12 deb olamiz. Qo'shilgan yig'indisini 1 taqsim x ga tenglashtiramiz. Ya'ni x bu yerda ikkalasi qancha vaqtda bajarishi. 8 ni 12 ga o'maxraj beramiz. Bunga 3, bunga 2. Qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, x topsak, bu yerda 24 taqsim 5 bo'ladi. Bu soat. Endi buni butun qismga ajratadigan bo'lsak, 4 soat 48 minutga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 7-savol. Idishning 20% bo'sh. Demak, 80% to'la. Aytayaptiki, idishga hozir bor bo'lgan suvning qancha foizicha, ya'ni suv qo'shilsa, idish to'ladi deyapti. Demak, o'zimizdan idishning hajmini aniqlab belgilab olamiz. Buning ahamiyati yo'q. 10 litr, 20 litr. Biz 10 litr deb oladigan bo'lsak, 20% bo'sh bo'lsa, demak uning 80% suv bor, ya'ni 8 litr suv bor. Idish to'lish uchun bizga yana 2 litr kerak. Demak, 8 litrning necha foizi 2 litrga teng bo'ladi? Bilamizki, 8 ni 4 dan 1 qismi, ya'ni 25% 2 ga teng. Shuning uchun to'g'ri javob D bo'ladi. 8-savol. Quyidagi misolni yechishimiz kerak, ya'ni 150 va 200 ning ekubini natural bo'lishlar sonini, chiqqan natijani natural bo'lishlar yig'indisini topishimiz kerak. Dastlab eng ichkaridagi qavsdan boshlaymiz, ya'ni 150 va 200 ning ekubini topamiz. Ekub degani eng katta umumiy bo'luvchi. 150 ga ham 200 ga ham bo'linadigan eng katta son bu 50. Demak, ekubi 50. Biz endi 50 ning natural bo'lishlar sonini topamiz. Buning uchun 50 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 va 5 ning kvadratiga teng bo'ladi. Endi natural bo'lishlar sonini topish uchun har birining darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. Ya'ni 2 ning darajasi 1 mi? 1 ni qo'shamiz 2 bo'ladi. 5 ning darajasi 2 mi? 1 ni qo'shamiz 3 bo'ladi. Ko'paytirsak 6. Demak, endi biz 6 ning natural bo'lishlar yig'indisini topishimiz kerak. Bilamizki, 6 ning bo'lishlari 1, 2, 3 va o'zi, ya'ni 6 ga teng.
Bularning yig'indisi esa 12 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. 9-savol. Agar mahallada har bir uyning oldiga 6 tadan daraxt ekadigan bo'lsak, 70 ta ko'chat ortib qoladi. Agar har bir uyning oldiga 9 tadan daraxt ekadigan bo'lsak, 50 ta ko'chat yetmaydi. Buni quyidagi tenglama qilib olamiz. Ya'ni x bu uylar soni, nechta uy borligi. X ta uyda 6 tadan ekadigan bo'lsak, 6x bo'ladi, 70 ta ortib qoladi. X ta uyning oldiga 9 tadan ekadigan bo'lsak, 50 tasi yetmaydi. Ushbu tenglama necha degan bo'lsa, x teng 40 bo'ladi. Demak, ya'ni mahallada 40 ta uy bor ekan. To'g'ri javob D. 10-savol. Kubning sirtining yuzi 294 cm2 ga teng bo'lsa, uning barcha qirralari yig'insini toping deyapti. Demak, bilamizki, kubning sirtining yuzi 6a² formula bilan aniqlanadi. 6a² 294 ga teng bo'lsa, 6 ni chap tarafga bo'lish qilsak, a² teng 49 ga teng bo'ladi, a teng 7, ya'ni kubning qirrasi 7 ga teng. Bilamizki, kubning 12 ta qirrasi bor. Barcha qirralar yig'indisi 12a formula bilan hisoblanadi. Ya'ni a ni o'rniga 7 qo'ysak, 12 kira 7 84 bo'ladi. To'g'ri javob B. Quyidagicha. Sport kompleksining rasmdagi masshtabi quyidagicha, ya'ni 1 bo'lingan 10 000 cm. Bu degani rasmdagi 1 cm haqiqatda, ya'ni yerdagi 10 000 cm ga teng degani. Endi to'rtburchak shakldagi o'yin maydonining bo'yiga eni nisbati 5:3 kabi deyapti. Demak, bu bir tomoni 5x, bir tomoni 3x degani. Endi aytayaptiki, eni bo'yidan 2 cm uzun deyapti. Ya'ni enidan bo'yini ayiradigan bo'lsa 2 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 5x dan 3x dan ayirsa 2 bo'lsa, x teng 1. Ya'ni bir tomoni 5 cm, bir tomoni 3 cm ga teng. Bu rasmda. Endi haqiqatda qanchaga teng bo'ladi deydigan bo'lsak, o'shani 5 ni ham 3 ni ham 10 mingga ko'paytiramiz, chunki masshtab 1 bo'lingan 10 ming edi. Demak, 5 ni 10 mingga ko'paytirsa 50 ming cm, bu 500 metr. Demak, haqiqatda 500 metrga teng ekan, rasmda emas. 3 ni 10 mingga ko'paytiradigan bo'lsak, 30 ming cm bo'ladi. Bu 300 metrga teng, ya'ni haqiqatda 300 metr. Endi shuni atrofi bo'ylab 8 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan odam qancha vaqtda atrofini aylanib chiqa oladi deb. Demak, buning uchun dastlab perimetrni topamiz. Buning uchun eniga bo'yini qo'shamiz, ya'ni 500 ga 300 ni qo'shib 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1600 metr bo'ladi. Endi buni kilometrga aylantirish uchun 1000 ga bo'lsak, 1.6 kilometr. Demak, bog'ning atrofi 1.6 kilometr. Endi mana shu masofani 8 km/soat tezlik bilan bosib o'tish kerak. Demak, 1.6 kilometrni 8 km/soat tezlikka bo'ladigan bo'lsak, 0.2 soat bo'ladi. Endi buni minutga aylantirmoqchi bo'lsak, 60 ga ko'paytiramiz, 12 minut bo'ladi. To'g'ri javob A. 12-savol. Bitta yozuvchi 8 kunda 15 ta xat yoza oladi. 405 ta xatni 9 kunda yozish uchun nechta bizga yozuvchi kerak deyapti. Demak, yozuvchining tagidan yozuvchi, kunni tagidan kun, xatni tagidan xat tushishi kerak va buni tepadagi ikkitasini ko'paytirib, pastdagi songa ko'paytiramiz. Pastdan ikkitasini ko'paytirib, tepaga chiqamiz. Ya'ni 1 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 405 tenglik x ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 15. Bu tenglama necha degan bo'lsak, x teng 24. Demak, bizga 24 ta yozuvchi kerak bo'ladi. To'g'ri javob C. 13-savol. Quyidagi proporsiyani yeching deyapti. Proporsiyada bilamizki, o'rta xatlar ko'paytmas, chetki xatlar ko'paytmasga teng. Ya'ni birinchi qavsni 18 ga, ikkinchi qavsni esa 14 ga ko'paytirib tenglashtiramiz. Birinchi qavsni 18 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 12 qo'shilgan 18x ko'rinishiga keladi. Ikkinchi qavsni 14 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 21 qo'shilgan 14x bo'ladi. 14x ni chap tomonga, 12 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 4x teng 9 bo'ladi. X ni topmoqchi bo'lsak, 9 ni 4 ga bo'lamiz. Bu 2.4 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 14-savol. A va B orasida quyidagi bog'liqlik mavjud. Ya'ni A va B ning o'rtasida mana bunaqa belgi bo'ladigan bo'lsa, a kvadrat qo'shilgan b kvadrat ayrilgan a ko'paytirilgan b ko'rinishida biz hisoblab olishimiz kerak. Endi bizda 7 va 9 ning orasida xuddi shunaqa belgimi? Demak, aytilgan ishni qilamiz. Ya'ni 7 ning kvadrati qo'shilgan 9 ning kvadrati ayrilgan 7 ko'paytirilgan 9. Natijani hisoblaydigan bo'lsak, 67 bo'ladi. To'g'ri javob D. 15-savol. Bizga 2, 3, 4, 5, 6 raqamlari berilgan. Mana shulardan foydalanib 4 xonali juft son tuzish kerak. Nechta shunaqa son tuzsa bo'ladi? E'tibor beramiz, juft son bo'lish uchun oxirgi raqami yo 2 bilan, yo 4 bilan, yo 6 bilan tugashi kerak. Ya'ni 3 xil variantimiz bor. Endi birinchi xonasiga ixtiyoriy 5 ta raqamdan bittasini qo'yishimiz mumkin. 5 ta imkoniyati bo'ladi. Ikkinchi xonaga ham xuddi shunaqa, uchinchi xonaga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki raqamlari takrorlanmasin demagan. Shuning uchun 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 va yana ko'paytirilgan 3 ni hisoblaydigan bo'lsak, 375 bo'ladi. To'g'ri javob D. 16-savol. Abdusamid otasidan 25 yosh kichkina, otasi ham o'zini otasidan yana xuddi shuncha kichkina deyapti. Ya'ni bobosidan 25 yosh kichkina ekan. Abdusamidning yoshini x deydigan bo'lsak, otasi x + 25 bo'ladi, chunki undan 25 yosh katta. Bobosi esa x + 50 bo'ladi, chunki u otasidan 25 yosh katta. Endi 5 yil avval ularning yoshlari yig'indisi 135 deyapti. Demak, har biridan 5 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Bu x - 5, buni hisoblaydigan bo'lsak, x + 20 ko'rinishiga keladi, bu esa x + 45. Mana bu tenglikni yechadigan bo'lsak, x teng 25 bo'ladi. Bu Abdusamidning hozirgi yoshi.
Endi bizdan bobosini yoshini so'ragan. Bobosini yoshini topish uchun 25 ga 50 ni qo'shsak 75 bo'ladi. To'g'ri javob A. 17-savol. Sonning 8% va 40% haqida gapirilgan. Demak, o'zimizdan bitta son tanlab olamiz. Ya'ni 100 sonni oladigan bo'lsak, uni 8% 8 ga teng, 40% esa 40 ga teng. Endi aytyapti, 8 40 ning necha foizga teng deyapti. Ya'ni 40 ning x foizi 8 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, 8 ni 40 ga bo'lamiz, 1 taqsim 5 bo'ladi. Uni 100 ga ko'paytirsak foizga aylanadi. Ya'ni 20% bo'ladi. To'g'ri javob B. 18-savol javobi quyidagicha. Shunday uch xonali son topishimiz kerakki, o'sha sonni 99 ga bo'lganda 10 qoldiq qolishi kerak va mana shu shartni qanoatlantiradigan barcha uch xonali sonlar yig'indisini topishimiz kerak. O'sha uch xonali sonni qandaydir A deb belgilab oladigan bo'lsak, 99 ga bo'lganda B to'liqsiz bo'limi 10 qoldiq qoladi. A ni topish uchun 99 ni B ga ko'paytirib 10 ni qo'shishimiz kerak. Ana endi B ni o'rniga o'zimizdan son qo'yib chiqamiz. Ya'ni 1 qo'ygan paytimizda 99 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 10 bu uch xonali son bo'ladi. Demak, bizga kerakli son shu. Keyin B ni o'rniga 2 va hokazo 3, 4 va hokazo 9 gacha qo'yadigan bo'lsak, 99 ko'paytirilgan 9 qo'shilgan 10 bu uch xonali son bo'ladi. Agar B ni o'rniga 10 qo'yadigan bo'lsak, 99 ni 10 ga ko'paytirsa 990, 10 ni qo'ysa 1000 bo'lib qoladi. Ya'ni 4 xonali son bo'lib qoladi. Shuning uchun biz B ni o'rniga eng uzog'i 9 gacha bo'lgan sonlarni qo'ya olamiz. Demak, mana bu yerdagi sonlarni A'larni hisoblab qo'shadigan bo'lsak, natija 4545 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 19-savol. Kesma 4 ta bo'lakka bo'lingan, ya'ni 5 ta bo'lakka bo'lingan, 5 ta nuqta bor. A, B, C, D, E. AC ni uzunligi 12, BD ni uzunligi 15, CE ni uzunligi 11 va yana bir ma'lumot bor. AB bilan DE teng deyapti. Ya'ni ikkalasini ham x deb belgilab oladigan bo'lsak, mana bu hamma bo'lak 12 edi. AB x bo'ladigan bo'lsa, BC 12 ayrilgan x bo'ladi. Endi DE ham xuddi shunaqa x bo'ladigan bo'lsa, CD 11 ayrilgan x bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, BC bilan CD ning yig'indisi 15 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 12 ayrilgan x bilan 11 ayrilgan x ni qo'shadigan bo'lsak, 23 ayrilgan x bo'ladi. Shuni yig'indisi 15 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda x topadigan bo'lsak 4, bizdan CD ni so'ragan. CD 11 ayrilgan x ga teng edi. Demak, 11 dan 4 ni ayirsak 7 bo'ladi. To'g'ri javob A. 20-savol. Poyezd va ko'prikning uzunligi 415 metrga teng. Agar poyezdning 4 ta vagoni ko'prikning ustiga chiqsa, ko'prikning oxirigacha 127 metr masofa qoladi deyapti. Va har bir vagonning uzunligi 12 metrga teng deyapti. Endi poyezdning 4 ta vagoni ko'prik ustiga chiqqan bo'lsa, 12 metrdan 48 metr bo'ladi va yana oxirigacha 127 metr masofa qolgan bo'lsa, 48 ga 127 ni qo'shamiz, 175 metr bu ko'prikning uzunligi. Endi biz poyezdning uzunligini topmoqchi bo'lsak, 415 dan ko'prikning uzunligini ayirib tashlaymiz. Ya'ni 175 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 240 metr bo'ladi. To'g'ri javob C.